Farzandingizni bo'yniga balon taqib cho'miltiradigan bo'lsangiz, bu 4 ta qoidani bilishingiz kerak bo'ladi, ayniqsa oxirgisini. Birinchisi, siz tanlagan baloningizni razmeri bo'lishi kerak. Ya'ni bolani bo'yniga taqqan paytingizda unda bitta qo'lingiz yoki ikkita qo'lingiz bemalol kirib chiqishi kerak bo'ladi. Bolaga bo'ynini siqib, unga bosim o'tkazmaslik kerak bo'ladi. Ikkinchisi, bolani suvga yotqizib qo'yib, uni nazoratsiz tashlab ketmang. Ya'ni telefonga yoki ishingizni qilib kelaman, bolam balonda kudib xotirjam bo'lmang. Bu bolani bo'yin mushaklarini toliqtirishga yoki travmaga olib keladi. Uchinchisi, siz bolani balonga osib cho'mtirayotgan paytingizda bola bezovtalansa, injiqlansa yoki labini atrofida ko'karish holatlari yuzaga kelayotgan bo'lsa, bu holatda bolani balonga qo'yib cho'miltirish mumkin emas. To'rtinchisi, eng muhimi, bilasizlarmi, aksar holda bizning chaqaloqlarimizda qo'lida tonus holatlari ko'p bo'ladi. Ya'ni bolalarimizda tonusi juda ham kuchli bo'ladi. Shu paytda siz bolani holatiga qarab turib, suvi temperaturasi, ya'ni gradusini to'g'irlashingiz kerak bo'ladi. Agar sizning farzandingizda tonusi kuchli bo'lsa, unda suvi gradusini 37-38 gradus qilishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizning farzandingizda mishsa bo'g'imlari bo'sh bo'lsa, yumshoq bo'lsa, unda bu farzandingizga cho'mtirayotgan suvingiz gradusi 35-36 gradus bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni bola qancha tonusda bo'lsa, suv temperaturasini shuncha yuqori qilasiz, qancha mushsalari bo'sh bo'lsa, suv temperaturasini pastroq qilasiz.